Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Sizlar bilan birgalikda milliy sertifikat darajasidagi bir savolni ko'rib chiqamiz. Silindr yasovchisiga perpendikulyar kesim yuzi m ga teng, diagonal kesimning yuzi n ga teng bo'lsa, silindr yon sirtining yuzini topishimiz kerak. Xo'sh, demak silindr yasovchisiga perpendikulyar bo'lgan kesim yuzi. Mana bu silindr yasovchisi va silindr yasovchiga perpendikulyar bo'lib kesiladigan kesimning yuzi. Demak, bunga perpendikulyar bo'lib kesiladigan yuzi mana shu yuzi bo'ladi. Demak, shu yuzamiz m ga teng bo'ladi. Buni radiusini r deydigan bo'lsak, xo'sh, pi ko'paytirilgan r kvadrat teng m deymiz. Xo'sh, r ni topadigan bo'lsak, ildizosida m taqsim ildizosida pi bo'lar. Va masalani davom ettiramiz. Biz nima deyapti? Diagonal kesimning yuzi n ga teng. Diagonal kesimning yuzi n ga teng. Bizga bu silindrning balandligi h ga teng bo'ladigan bo'lsa, diagonal kesimning yuzi. Diagonal kesimi to'g'ri-to'rtcha shaklda bo'ladi. Bir tomoni h, bir tomoni 2 ta r bo'lar ekan. Demak, h ko'paytirilgan 2 ta r imiz teng bo'lar ekan n ga. H ni topib oladigan bo'lsak, n taqsim 2 ta r bo'lar ekan. Xo'sh, ana endi biz xo'sh, 2 ko'paytirilgan r ni o'rniga mana buni keltirib qo'yamiz. Demak, ildizosida m taqsim ildizosida pi. Xo'sh, bizda h'imiz bor, bizda r bor. Mana endi silindrning yon sirti yuzini topamiz. Yon sirti yuzi s yon barobar 2 pi r h. Xo'sh, demak 2 ko'paytirilgan, pi ko'paytirilgan. Xo'sh, r ni o'rniga demak mana buni keltirib qo'yadigan bo'lsak, ildizosida m taqsim ildizosida pi. Xo'sh, h ni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, n ildizosida pi 2 ildizosida m ni qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, bizda mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketsin. Xo'sh, ildizosida pi bilan ildizosida m lar qisqarib ketadigan bo'lsa, yon sirtimiz teng bo'lar ekan pi ko'paytirilgan n ga. Mana shunaqangi qiziqarli misollarni yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying.